Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. 25 iyulgacha bajarilishi kerak bo'lgan ishlar va iyul oyida kuchga kirayotgan asosiy o'zgarishlar haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot pensionerga ham, ishlayotgan odamga ham, tadbirkorga ham, avtomobil haydovchisiga ham, kredit olayotgan oilaga ham, kommunal to'lov qiladigan har bir xonadonga ham tegishli bo'lishi mumkin. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik bu o'zgarishlarni kech eshitadi, keyin jarima. Penya, navbat, hujjat muammosi yoki imtiyozdan mahrum bo'lish holatiga tushib qoladi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men sizga oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi, hozir nima o'zgardi? Kimlar shoshilishi kerak? Kimlar xavotir olmasa ham bo'ladi? Qaysi joylarda odamlar ko'p xato qiladi va 15 iyulgacha aniq nima qilish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bunday ogohlantirishlar vaqtida yetib borsa. Ko'p odam o'z pulini, vaqtini va asabini saqlab qoladi. Iyul oyidagi asosiy muammo shundaki, bir nechta sohada tekshiruv ma'lumotlarni yangilash, to'lovlarni qayta hisoblash va hujjatlarni tartibga keltirish jarayonlari bir vaqtga to'g'ri keladi. Odamlar odatda bunday narsalarga faqat xat kelganda, bank kartasidan pul yechilganda, subsidiya to'xtaganda yoki davlat xizmatlari portalida rad javobi chiqqanda e'tibor beradi. Lekin amalda ko'p holatlarda muammoni oldindan hal qilish mumkin. Avval ko'p ishlar qo'lda yuritilardi. Masalan, soliq qarzi bor yo'qligini odam ko'pincha faqat soliq idorasiga borganda bilardi. Kommunal to'lovdagi farq ham keyingi oy kvitansiyasi chiqardi. Kredit tarixidagi xato ham bankrot etganda ma'lum bo'lardi. Endi esa ma'lumotlar elektron tizimlarda tezroq solishtirilmoqda. Bu yaxshi tomoni. Odam davlat xizmatini tezroq oladi. Navbat kamayadi. Hujjatlar bazada ko'rinadi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Agar bazada eski ma'lumot turgan bo'lsa, telefon raqamingiz eski bo'lsa, kadastr ma'lumoti yangilanmagan bo'lsa, STIR yoki JSHR bilan bog'langan ma'lumotlarda farq bo'lsa, tizim sizni avtomatik ravishda muammoli holatga tushirib qo'yishi mumkin. Men buni oddiy misol bilan tushuntiraman. Bir kishi uyini 2022 yilda sotgan. Lekin kommunal hisobvaraq yoki kadastr ma'lumotida ayrim joylarda eski egasi ko'rinib qolgan. U odam men u uyda yashamayman deb yuradi. Ammo tizim qarzni yoki mulk solig'ini eski egaga bog'lab qo'ysa, keyin davlat xizmatida cheklov, sud buyrug'i yoki bankdagi kutilmagan muammo chiqishi mumkin. Shuning uchun iyul oyida eng asosiy vazifa shaxsiy ma'lumot, mulk, soliq, kommunal va bank bilan bog'liq ma'lumotlarni tekshirish. Birinchi o'zgarish ma'lumotlarni elektron tekshirish kuchaygani bilan bog'liq. Endi ko'plab xizmatlarda sizdan alohida qog'oz olib kelish talab qilinmasa ham, tizim o'zi bazalardan ma'lumot oladi. Bu qulay. Lekin bazadagi xato sizning aybingiz bo'lmasa ham muammo sizga chiqadi. Masalan, bola nafaqasi, moddiy yordam, subsidiya, ipoteka bo'yicha imtiyoz, kontrakt to'lov bo'yicha ma'lumotnoma, tadbirkorlik hujjatlari, kadastr amaliyotlari va ayrim bank xizmatlarida ma'lumotlar avtomatik solishtiriladi. Kimlar birinchi navbatda xavotir olish kerak? Men buni guruhlarga bo'lib tushuntiraman. Birinchisi, uy-joyi bor odamlar. Agar sizning nomingizda uy, yer, noturar joy, garaj yoki dala hovli bo'lsa, mulk solig'i, yer solig'i, kadastr ma'lumoti va kommunal hisoblarini tekshiring. Ikkinchisi, avtomobili borlar. Jarimalar, sug'urta muddati, texnik ko'rik, ishonchnoma va shaxsiy ma'lumotlar mosligini ko'rib chiqing. Uchinchisi, kredit olayotgan yoki kredit to'layotganlar. Kredit tarixi, kechikkan to'lovlar, kafillik, eski yopilgan qarzlarning bazada yopilgan-yopilmagani tekshiring. To'rtinchisi, tadbirkorlar, hisobotlar, soliq qarzdorligi, onlayn kassa, ijara shartnomasi, xodimlar bo'yicha ma'lumotlar va elektron hisob fakturalari tartibda bo'lishi kerak. Beshinchisi, ijtimoiy yordam oladigan oilalar. Daromad, oilaviy tarkib, doimiy yashash joyi. Bank karta ma'lumoti va bolalar hujjatlari aniq bo'lishi zarur. Endi kimlar ortiqcha vahima qilmasligi mumkin? Agar sizning barcha to'lovlaringiz vaqtida, mulk hujjatlaringiz yangi, telefon raqamingiz shaxsiy kabinetingizga bog'langan, davlat xizmatlari portaliga kira olasiz, bank va soliq ilovalarida qarzdorlik yo'q deb chiqsa, sizda katta xavf bo'lmaydi. Lekin baribir tekshirish kerak. Chunki muammo borligini bilish uchun jarima kelishini kutish shart emas. 25 iyulgacha degan muddatni men tomoshabinlar uchun amaliy chegara sifatida ko'ryapman. Chunki oyning birinchi yarmi ma'lumotlarni tekshirish, ariza berish, qarzni yopish, noto'g'ri yozuvni tuzatish va keyingi hisob kitoblarga
tayyorlanish uchun eng qulay vaqt. Oyning oxiriga yaqin odamlar ko'payadi. Tashkilotlarda navbat ortadi. Bank va davlat xizmatlarida yuklama oshadi. Ayrim tuzatishlar keyingi oyga o'tib ketadi. Masalan, kommunal xizmatda siz hisoblagich ko'rsatkichini vaqtida kiritmasangiz, ayrim holatlarda o'rtacha sarf bo'yicha hisob-kitob chiqishi mumkin. Siz aslida takamlik kilovat elektr ishlatgan bo'lishingiz mumkin. Lekin ko'rsatkich kiritilmagani uchun tizim oldingi oylar o'rtachasiga qarab takimiz kilovat ko'rsatish ehtimoli bor. Keyin siz men buncha ishlatmaganman deb borasiz. Lekin qayta hisoblash uchun ariza, surat, plombaning holati va oldingi ko'rsatkichlar kerak bo'ladi. Vaqtida kiritgan odamda esa bu muammo bo'lmaydi. Yana bir misol. Tadbirkor iyun oyidagi elektron hisob fakturalarini tartibga keltirmadi. Kontragent bilan ma'lumot mos kelmadi, soliq hisobotida farq chiqdi. U keyin tuzataman deb yurdi. Iyul o'rtasiga kelib qarzdorlik yoki nomuvofiqlik ko'rinadi. Bank aylanmasi bo'yicha savol tug'iladi. Yangi shartnoma tuzishda hamkor ehtiyotkor bo'ladi. Bunday holatda muammo katta jarimadan ham oldin ishonchga zarba beradi. Uy-joy masalasida eng ko'p uchraydigan xatolardan biri mulk egasi va foydalanuvchi ma'lumotining aralashib ketishidir. Masalan, ota nomidagi uyda o'g'il yashaydi, kommunal to'lovlarni o'g'il qiladi. Lekin mulk solig'i ota nomida qoladi. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Lekin barcha tomonlar buni bilishi kerak. Agar ota boshqa joyda yashasa va xabarlarni ko'rmasa, qarzdorlik yig'ilib qoladi. Keyin biror davlat xizmatiga murojaat qilinganda qarzdorlik chiqadi va hamma hayron bo'ladi. Ikkinchi holat, uy sotilgan, lekin yangi egaga o'tgandan keyin ayrim xizmatlarda hisobvaraq yangilanmagan. Bunday vaziyatda eski egaga qarz yozilishi yoki yangi egada ma'lumot ko'rinmasligi mumkin. Men tavsiya qilaman, oldi sotdi qilingan bo'lsa, notarial shartnoma, kadastr hujjati, yangi egaga o'tganligini tasdiqlovchi ma'lumot va kommunal xizmatlardagi shaxsiy hisob raqamlarini alohida tekshiring. Uchinchi holat, hovli yoki yer maydoni bo'yicha kadastr ma'lumotlari eski. Masalan, hujjatda 6 sotiq, amalda 7 sotiq yoki aksincha. Bu soliq hisoblashda, meros masalasida, kredit garovi qo'yishda yoki qurilish ruxsatida muammo beradi. Odamlar bu eski hujjat hamma biladi deb yuradi. Lekin tizim eski hujjatga qarab qaror chiqaradi. Shuning uchun 11 iyulgacha hech bo'lmasa kadastr ma'lumotini tekshirib qo'yish kerak. Avtomobil bo'yicha eng oddiy, lekin eng og'riqli masala jarimalardir. Ba'zan haydovchi jarimani SMS orqali ko'rmaydi. Chunki telefon raqami o'zgargan bo'ladi yoki xabar boshqa raqamga ketadi. Jarima vaqtida to'lansa, ayrim holatlarda chegirma bo'lishi mumkin. Kechiksa, summa oshadi. Ijro hujjati ochilishi mumkin. Keyin avtomobilni sotish, ro'yxatdan o'tkazish yoki boshqa amaliyotlarda muammo chiqadi. Masalan, 330 ming so'mlik jarima bor. Haydovchi uni bilmaydi. Bir necha oy o'tib jarima ijroga tushadi. Qo'shimcha xarajatlar paydo bo'ladi. Keyin u mashinani sotmoqchi bo'ladi, lekin jarima yopilmaguncha amaliyot to'xtaydi. Natijada xaridor kutmaydi, bitim buziladi. Buning oldini olish uchun YPX jarimalari, sug'urta muddati, texnik ko'rik va avtomobil egasi ma'lumotlarini tekshirish kerak. Alohida e'tibor beriladigan holat ishonchnoma bilan yurgan avtomobillar. Agar mashina sizniki bo'lmasa, lekin siz haydayotgan bo'lsangiz, jarima kimga borishini, sug'urta kim nomida ekanini, ishonchnoma muddati qachon tugashini tekshiring. Ko'p odam aynan muddati o'tgan hujjat yoki mos kelmagan sug'urta sabab noqulay holatga tushadi. Iyul oyida bank xizmatlarida ham odamlar o'z ma'lumotlarini tartibga keltirishi zarur. Kredit tarixi bugun faqat kredit olish uchun emas. Ayrim to'lovli xizmatlar, muddatli to'lov, kafillik va moliyaviy ishonch uchun ham muhim. Agar siz biror kreditni yopgan bo'lsangiz, lekin tizimda hali ham aktiv ko'rinayotgan bo'lsa, bu sizga zarar. Agar siz kimlargadir kafil bo'lgan bo'lsangiz, u odam kechiktirsa, sizning kredit tarixingizga ham ta'sir qilishi mumkin. Oddiy misol, fuqaro 2021 yilda maishiy texnika uchun 5 million so'm kredit olgan, 2022 yilda yopgan, hujjatni olmagan, bank ilovasida ham tekshirmagan. 2024 yoki 2025 yilda ipoteka olishga borganda tizimda eski kredit bo'yicha qoldiq yoki kechikish ko'rinadi. U endi bankka boradi, arxivdan ma'lumot qidiriladi. Tuzatish uchun vaqt ketadi. Uy olish imkoniyati esa shu vaqt ichida qo'ldan chiqishi mumkin. Shuning uchun 15 yilgacha kredit tarixingizni, bank kartalaringizni, eski hisob raqamlaringizni va avtomatik to'lovlarni ko'rib chiqing. Ayniqsa, kommunal to'lov.
aloqa operatori, internet, kredit va obuna xizmatlariga avtomatik yechib olish ulangan bo'lsa, qaysi kartadan pul yechilayotganini biling. Ba'zan odam ishlatmaydigan kartasida minus yoki xizmat haqi yig'ilib qoladi. Ijtimoiy yordam oladigan oilalar uchun eng muhim narsa ma'lumotlarning to'g'riligi. Oilaviy tarkib, doimiy yashash manzili, bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim ma'lumotlari, daromadlar. Bank karta raqami va telefon raqami mos bo'lishi kerak. Agar bitta ma'lumot noto'g'ri bo'lsa, ariza rad etilishi yoki to'liq vaqtcha to'xtashi mumkin. Masalan, ona bola nafaqasi oladi. Bank kartasining muddati tugagan. Yangi karta ochilgan, lekin tizimda eski karta qolgan. Pul ajratilgan bo'lishi mumkin, lekin tushmaydi. Yoki bola boshqa manzilga ro'yxatga o'tgan, lekin oilaviy tarkib yangilanmagan. Tizim buni nomuvofiqlik deb ko'radi. Odam esa nega to'xtadi deb keyin yuguradi. Yana bir nozik holat. Oilada kimdir rasmiy ishga kirgan bo'lsa, daromad ma'lumotlari yangilanadi. Bu ijtimoiy yordamga ta'sir qilishi mumkin. Men bu yerda hech kimga ma'lumot yashiring demayman. Aksincha, hammasi qonuniy va aniq bo'lsin. Chunki yashirilgan daromad keyin aniqlansa, ortiqcha olingan pulni qaytarish, ariza rad bo'lishi yoki boshqa noxush oqibatlar kelib chiqishi mumkin. Tadbirkorlar iyul oyida eng avvalo hisobot intizomiga qarashi kerak. Yakka tartibdagi tadbirkor bo'lasizmi? MChJ rahbari bo'lasizmi? Xizmat ko'rsatasizmi? Savdo qilasizmi? Baribir soliq kabinetini tekshiring. Qarzdorlik, ortiqcha to'lov, elektron hisob faktura, onlayn kassa cheklari, ijara shartnomasi va xodimlar bo'yicha ma'lumotlarda farq bo'lmasin. Masalan, kichik do'kon egasi kunlik savdoni onlayn kassadan o'tkazadi. Lekin ayrim tovarlar bo'yicha kirim hujjatlarini vaqtida rasmiylashtirmaydi. Oy oxirida savdo bor, lekin kirim yo'qdek ko'rinadi. Bu soliq organi uchun savol tug'diradi. Yoki xizmat ko'rsatuvchi tadbirkor bank orqali pul oladi. Lekin shartnoma va aqdlarni tartibga keltirilmaydi. Keyin pul tushumi bor. Hujjat asoslari esa tarqoq. Bu kichik masaladek tuyuladi, ammo tekshiruvda katta muammoga aylanadi. Yana bir real vaziyat. Tadbirkor xodimni amalda ishga olgan, lekin rasmiylashtirishni kechiktirgan. Xodim ish haqi oladi, lekin mehnat shartnomasi, soliq va ijtimoiy to'lovlar masalasi to'liq yuritilmagan. Bunday holat nafaqat jarima xavfini, balki xodim bilan nizo chiqsa huquqiy muammoni ham keltiradi. Shu sababli iyul oyining birinchi yarmida hujjatlarni bir marta ko'zdan kechirish tadbirkor uchun juda foydali. Endi ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik joylarni aytaman. Birinchisi, qarz yo'q degan gapni faqat og'zaki eshitish yetarli emas. Sizda ilovadan skrinshot, kvitansiya, bank to'lovi yoki shaxsiy kabinetdagi tasdiq bo'lsin. Chunki tizimda xato chiqsa sizda dalil bo'ladi. Ikkinchisi, to'lovni noto'g'ri hisob raqamiga yuborish. Ba'zan odam kommunal to'lov qilaman deb boshqa xizmatga pul o'tkazadi yoki eski shaxsiy hisob raqamidan foydalanadi. Pul ketadi, lekin qarz yopilmaydi. Keyin pulni qaytarish yoki ko'chirish uchun ariza yozish kerak bo'ladi. Shuning uchun har bir to'lovdan oldin shaxsiy hisob raqam, manzil, FXH va xizmat turini tekshiring. Uchinchisi, qarindosh nomidagi mulk va qarindosh nomidagi telefon raqam. Ko'p odam davlat xizmatlari portaliga boshqa odamning raqami bilan ulangan bo'ladi. Masalan, ota-onaning raqami o'g'il nomida, o'g'ilning raqami xotinning nomida. Xabarlar, tasdiqlash kodlari va ogohlantirishlar noto'g'ri odamga boradi. Bu ayniqsa bank, soliq, jarima va ijtimoiy yordam masalasida xavfli. To'rtinchisi, meros masalasi. Agar u yoki avtomobil vafot etgan qarindosh nomida qolgan bo'lsa, oila ichida hamma biladi degan gap huquqiy jihatdan yetarli emas. Meros rasmiylashtirilmasa, soliq, sotish, garovga qo'yish, ta'mirlash uchun ruxsat olish yoki boshqa amaliyotlarda muammo chiqadi. Iyulda bunday ishni boshlash uchun hech bo'lmasa notariusga borib, qaysi hujjatlar kerakligini aniqlang. Beshinchisi, vaqtincha ro'yxat va doimiy yashash manzili. Ijtimoiy xizmatlar, maktab, bog'cha, tibbiy xizmat, subsidiya va ayrim ma'muriy jarayonlarda manzil ma'lumoti muhim. Agar siz boshqa tumanda yashab, eski manzilda ro'yxatda tursangiz, ayrim xizmatlarda tushunmovchilik bo'lishi mumkin. Bu har doim muammo degani emas, lekin oldindan bilib qo'yish zarur. Endi men sizga aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, telefoningizdagi davlat xizmatlari, soliq, bank, kommunal va jarimalarni tekshiradigan ilovalarga kiring. Kirish imkoni bo'lmasa, parolni tiklang, telefon raqamini yangilang yoki yaqin davlat xizmatlari markaziga boring. Eng katta xato keyin kiraman deb qoldirish.
muammo bor yo'qligini bilmasangiz, uni hal ham qila olmaysiz. Ikkinchichi, soliq qarzdorligini tekshiring. Mulk solig'i, yer solig'i, tadbirkorlik solig'i yoki boshqa majburiyatlar bo'yicha qarz chiqsa, avval nima uchun chiqqanini aniqlang. Agar qarz to'g'ri bo'lsa, imkon qadar tez to'lang. Agar noto'g'ri bo'lsa, soliq organiga ariza bilan murojaat qiling. Arizada FIS, JSH yer, manzil, muammo mazmuni, qaysi davr bo'yicha xato chiqqani va ilova qilinayotgan hujjatlarni yozing. 3-qadam kommunal hisoblarni tartibga keltiring. Elektr, gaz, suv, issiqlik chiqindi va internet bo'yicha shaxsiy hisob raqamlaringizni tekshiring. Hisoblagich ko'rsatkichlarini suratga oling. Suratlarda sana ko'rinmasa ham telefon galereyasida sana saqlanadi. Agar katta farq ko'rsangiz, darhol xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga murojaat qiling. Keyingi oy ko'ramiz desangiz. Farq yanada kattalashishi mumkin. 4-qadam avtomobilingiz bo'lsa, jarimalar, sug'urta va texnik holat bo'yicha hujjatlarni tekshiring. Agar jarima chiqqan bo'lsa, qarorning sanasi, chegirma muddati, to'lov rekvizitlari va avtomobil raqamini solishtiring. Agar siz haydamagan vaqtda jarima yozilgan deb hisoblasangiz, shikoyat qilish tartibini o'rganing, lekin muddatlarni o'tkazib yubormang. 5-qadam. Bank va kredit tarixini ko'ring. Eski kredit yopilgan bo'lsa, bankdan yopilganligi haqida ma'lumotnoma olish zarar qilmaydi. Ayniqsa yaqin orada ipoteka, avtokredit, ta'lim krediti yoki katta xarid uchun muddatli to'lov olish niyatingiz bo'lsa, bu juda muhim. Kafil bo'lgan bo'lsangiz, asosiy qarzdor to'lovlarni vaqtida qilyaptimi? Shuni ham tekshiring. 6-qadam. Ijtimoiy yordam olsangiz yoki olishni rejalashtirsangiz, hujjatlarni tayyorlang. Pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh yoki ajrim hujjati, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili, daromadga oid ma'lumotlar va zarur bo'lsa tibbiy yoki boshqa tasdiqlovchi hujjatlarni bir joyga jamlang. Ariza topshirayotganda ism, familiya, JSHR va karta raqamida bitta raqam xato ketmasin. 7-qadam. Tadbirkor bo'lsangiz, buxgalteringiz bilan birga soliq kabinetini ochib, iyun va iyul boshidagi ma'lumotlarni tekshiring. Hisobot topshirilganmi? Qarzdorlik bormi? Elektron hisob fakturalar tasdiqlanganmi? Onlayn kassa ishlayaptimi? Shartnomalar joyidami? Xodimlar rasmiylashtirilganmi? Shularni ko'rib chiqing. Agar hammasini o'zingiz yuritsangiz, kamida bitta ro'yxat tuzing va har bir bandni belgilab chiqing. Ko'p odam muammo chiqqanda nima yozishni bilmaydi. Men oddiy shaxsni aytaman. Ariza boshida qaysi tashkilotga murojaat qilayotganingizni yozasiz. Keyin o'zingizning FH, JSHR, telefon raqam va manzilingizni kiritasiz. Asosiy qismda muammoni aniq yozasiz. Masalan, menga tegishli bo'lmagan qarzdorlik shaxsiy kabinetimda aks etmoqda. To'lov amalga oshirilgan bo'lsa-da, hisobda yopilmagan. Mulk egasi o'zgargan, lekin tizimda eski ma'lumot turibdi. Bank kartam o'zgargan. To'lov yangi kartaga yo'naltirilishini so'rayman. Arizaga dalil qo'shish juda muhim. To'lov kvitansiyasi, shartnoma, kadastr hujjati, bank ma'lumotnomasi, skrinshot, hisoblagich surati, jarima qarori yoki boshqa hujjat bo'lsa, ilova qiling. Arizani topshirgandan keyin ro'yxatga olingan raqamni salahlang. Og'zaki gaplashib chiqib ketmang. Chunki keyin murojaat qilganman deyish uchun sizda tasdiq bo'lishi kerak. Agar davlat xizmatlari markaziga borsangiz, oldindan qaysi xizmat kerakligini aniqlang. ID karta, telefon, kerakli hujjatlar va to'lov uchun karta olib boring. Agar keksalar yoki internetdan foydalana olmaydigan yaqinlaringiz bo'lsa, ularga yordam bering. Aynan yoshi katta odamlar SMS, ilova va elektron ogohlantirishlarni ko'rmay qolishi mumkin. Birinchi xato menga tegishli emas deb e'tiborsiz qoldirish. Agar tizimda sizning nomingizga chiqqan bo'lsa, u sizga tegishli emasligini isbotlash ham sizning harakatingizni talab qiladi. E'tiborsizlik muammoni yo'q qilmaydi. Ikkinchi xato, hujjatsiz ishonish. Kimdir hammasi yopildi dedi, lekin kvitansiya yo'q. Kimdir ariza qabul qilindi dedi, lekin ro'yxat raqami yo'q. Kimdir ertaga tuzaladi dedi, lekin yozma javob yo'q. Bunday yondashuv odamni himoyasiz qoldiradi. 3-xato muddatni o'tkazish. Ko'p masalalarda shikoyat qilish, chegirma bilan to'lash, hujjatni tuzatish yoki arizani qayta topshirish uchun muddat bo'ladi. Muddat o'tib ketgandan keyin masala murakkablashadi. 4-xato, bitta ma'lumotni tuzatib, qolganini tekshirmaslik. Masalan, telefon raqamni bankda yangilaydi, lekin soliq kabinetida eski raqam qoladi. Yoki kadastrni yangilaydi, lekin kommunal hisobvaraq eski egada qoladi.
Ma'lumotlar bir-biri bilan bog'liq bo'lgani uchun hammasini ketma-ket tekshirish kerak. 5-xato, yaqin qarindoshlarning hujjatlarga befarq qarash. Uy ota nomida, avtomobil aka nomida, karta ona nomida, telefon raqam farzand nomida bo'lishi mumkin. Bu hayotda uchraydi. Lekin har bir narsaning mas'ul egajasi aniq bo'lishi kerak. Demak, 15-iyulgacha eng muhim vazifa vahima qilish emas, balki tartibni tekshirishdir. Soliq qarzingizni ko'ring, kommunal hisoblarni solishtiring, avtomobil jarimalarini tekshiring. Bank va kredit ma'lumotlarini yangilang. İjtimoiy yordam hujjatlarini tartibga keltiring. Tadbirkor bo'lsangiz hisobot va elektron hujjatlarni ko'zdan kechiring. Eng muhimi, har bir to'lov va murojaat bo'yicha tasdiqni saqlang. Men ekspert sifatida sizga shuni aytaman. Ko'p muammolar katta bo'lgani uchun emas, vaqtida tekshirilmagani uchun qimmatga tushadi. Bugun 10 daqiqa ajratsangiz, ertaga bir necha kun navbatda yurishdan, ortiqcha to'lovdan yoki rad javobidan qutulishingiz mumkin. Sizda iyul oyidagi qaysi o'zgarish ko'proq savol tug'dirdi? Soliqmi, kommunal to'lovmi, kreditmi, ijtimoiy yordammi yoki tadbirkorlik hujjatlarimi? Izohlarda yozib qoldiring. Men keyingi videolarda eng ko'p so'ralgan mavzularni alohida tushuntirib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Chunki 15 iyulgacha vaqtida harakat qilgan odam muammoning oldini oladi.